Hamid akam qattiq ekanmi? Ha, mana. Hamid aka, assalomu alaykum aka. Alaykum. Nima qoz Malibuga? Malibuga kamera qo'yib bermoqchiman. Nima deganingiz? Malibuda o'zida bo'ladi-ku kamera. Aka, Malibuda 2021-yilgacha Malibu 5 kamera chiqqanini bilarmidingiz? Bilgan bo'lsangiz ma'lumot eslatma bo'ldi, bilmagan bo'lsangiz videoni ko'rib turing, dodda ma'lumot beraman. Aka, to'g'ri eshityapsiz. Malibu 2017-yildan boshlab 2021-yilgacha 5 kamera chiqqan. Buni ko'pchilik bilmaydi va kamera qo'yishda ozgina muammolik uchraydi. Malibu kamerani to'g'ridan-to'g'ri o'qimaydi va ustanovka qilib bo'lmaydi. Buni через modem orqali qo'yiladi. Ustaga aytishingiz mumkin. Buni programma orqali qo'ysa ham bo'ladi deb. To'g'ri, lekin bitta nozik joyini aytib ketishingizni maslahat beraman. Nozik joyi shundaki, Malibu ancha aqlli mashina hisoblanadi. Siz programma qilasiz, lekin mashina peripasatka bo'ladi yoki akkumulyator o'tirib qoladi. Akkumulyatorni yechib, yangi akkumulyator taqsangiz, mashina obnovlение bo'lib, siz tikkan programma o'chib ketadi va yana $40 ga programma qilishingizga majbur bo'lasiz. Okay, kompyuterlarda hech qanaqa joylarda perdelka bo'lmaydi. Razyomiga to'g'ri keladi. Faqat siz mashinangizning yilini va chiqqan sanasini aniq aytsangiz, shunga tushadigan razyomlarni beramiz va modemini beramiz. Hech qanaqa problema bo'lmaydi. Okay, sotuvimizda 3 xil kameramiz bor. Xitoy analogiy versiya, original JM versiya va Premiere mana bunaqa razyomli kamerasi. Okay, ko'p hollarda Premiere'da shu narsa muammo bo'ladi. Yo sukradi, yo parlanib qoladi, pirillab qoladi. O'sha paytda kamera kuyib qolganda bizga murojaat qiling. Premiere o'zini zavodskoy kamerasini ham olib kelib qo'yganmiz. Bu yakshanba, ya'ni o'tgan kuni bozorga Premiere 0 probegligini olib chiqib qo'yishdi. Narxini 50 ming deyishyapti. O'zi bu narxga 50 mingga arziydimi yo Malibuni rostdan jinnilari ko'pmi? Kommentariyada belgilab keting. Okay, obuna bo'lish esdan chiqmasa, videoni Malibu minadigan tanish bilishlaringizga jo'natib qo'yasiz. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.